Qashqadaryoda 5 yoshli qizaloqni 2 marotaba sotgan hamshira qo'lga olindi. Bu haqida Qashqadaryo ichida informatsion dasturi xabar berdi. Qashqadaryoda 32 yoshli hamshira 5 yoshli qizaloqni 2 marotaba sotmoqchi bo'lganida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Koson tibbiyot birlashmasida ishlovchi ayol 2020-yilda tug'ilgan chaqaloqni uning onasi bilan kelishgan holda 19 million 700 ming so'mga sotgan. Keyinchalik esa qizaloq uchun soxta tug'ilganlik haqidagi guvohnoma tayyorlash uchun yana 2 million so'm pora olgan. 2025-yil 20-fevral kuni u 60 yoshli erkak sherigi bilan til biriktirib, bolani boshqa shaxsga 15 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. Sud qaroriga ko'ra, hamshira 2 yil u 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi va bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha jarima to'laydi. Uning sherigi esa 3 yil muddatga uy qamog'iga olinib, xuddi shunday jarimaga tortildi. Hozirda esa qizaloq Kitob tumanidagi bolalar uyida tarbiyalanmoqda. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.